Jin masjidi haqida eshitganmisiz? Hikoyamizni oxirigacha tinglash uchun like va obuna tugmalarini bosishingiz talab etiladi. Ushbu masjid Makka shahridagi Jannatul Mualla qabristoni yonida joylashgan bo'lib, Masjidul Hars himoyachilar masjidi va Masjidul Bayot sadoqat masjidi nomlari bilan ham ataladi. Payg'ambar alayhisalom tavallud topgan uylardan chiqishda o'ng tomonga qarab yurasiz. Sulaymoniya ko'chasiga kelasiz. Dastlab sizga nisbatan o'ng tarafda Shajara masjidi, u daraxt masjidi ham deyiladi, ana shu joy keladi. Biroz yursangiz, yo'lning narigi tomonida Jin masjidi ko'zga tashlanadi. Bu joyda payg'ambar alayhisalom Toif safaridan qaytayotganlarida bir guruh jinlar bilan uchrashganlari tarixiy kitoblarda bayon etilgan. U zot bu yerga yetganlarida o'zlariga hamroh bo'lgan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning oldilariga aylana chizib, shu aylanadan chetga chiqmay turishni, aks holda u kishiga zarar yetishi mumkinligini buyuradilar. O'zlari esa jinlar bilan muloqot qilish uchun uzoqlashadilar. 1700-yilga kelib aynan o'sha yerda masjid barpo etiladi va unga Jinlar masjidi deya nom beriladi. Masjid 1943-yilda qayta tiklanadi va 2000-yilda zamonaviy masjid barpo etiladi. Masjidi Jin haqida kerakli ma'lumotlarni oldingiz, lekin bir narsaga hayron bo'layapman. Ziyoratgohlarni sizlarga tomosha qildirish uchun kontentlar tayyorlasam, ba'zi bir kuzatuvchilar ibodatga bordingiz, ibodatingizni qilib yuravermaysizmi? Bunday kontentlarni tayyorlab nima qilasiz? deb menga ma'lumot qilishibdi. Nima deb o'ylaysiz? Ularning gaplari to'g'rimi yoki keyingi lavhalarimda ham Makkadagi ziyoratgohlar haqida qiziqarli faktlarni aytib o'tayman?